mashinaga muhabbat ma'nosida aytmayapmiz. Ya'ni muhabbat qiling, qiziqing degan ma'noda emas. Mashina minsangiz ham qaysi rusumda bo'lsa chiroyli oling. Jiguli bo'ladi, Moskvich bo'ladi, Zaporoj bo'ladi, yattilab tursin-da. Misol uchun Makka ga boring, Madinaga boring, yer yuzining eng muqaddas joyi, butun mashinani topa olmaysizlar. Yaqinda ziyoratga borgan vaqtimizda mehmonxonamiz yaqinida mashina qo'yilgan, parkovka qilingan joy bor ekan. Masjidning oldida. Namozga kirdik. Namozga chiqqandan keyin baribir biz o'zbekmiz, mashinaga qaraymiz. Namozga kelgan odamlar mashinasiga o'zim shaxsan o'zim qarayapman. Butun mashinani topa olmayapman. Mashinalarga qarab ketyapman. Hammasini kami borda, bittasini farasi yo'q, bittasi unday, bittasi kir. Qarab ketyapman, bitta mashina turibdi. Shunaqa yaltiragan mashina, ballonlarga ham yaltiraganda, yangi mo'lka qilingan. Hamma joyi. Arkasida tonirovkasi ham borda. Qiziqyapman, buni egasi kim ekan dedimda, shuni oldiga o'sam do'ppini kiyib o'tiribdi o'zbek. Qayerda bo'lsa mashinaga qarab qo'yarkan. Hatto yer yuzining eng muqaddas joylarida ham eng chiroyli mashinalar, yaltiragan mashina o'zbekda bor.